Özünü tizginlash. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Şeyh Salih Al-Fawzan Hafizahullah'nın yaşla duç kelgen mesele ve onun İslam'daki çağrıları risalesinden 3. koşumca özünü tizginlash temizini okuyumuz inşallah. Hadi Euzubillahimineşşeytanirracim. Özünü tizginlash. Asaslık prensip şu ki, insanın tabiiti ve micazi sağlam bulup, bu cihetki ayıp nuqsanla ezelden vücut boğan bulmasdan, sırtın yuqqan boludu. Her kandak perzent fitret üstüge tuğuludu. Bu yine işkerligen halda şunu görüstüdü ki, terbiye fakat aql egildirgila payda yetkizaleydi. Şu veciden onun qechirga yoki yovvoyi hayvonga paydasi bo'lmaydi. Masalan, yovvoyi hayvon kichik vaqtida ota-onasi tarafidan beqilsa-mu, cho'ng bo'lganda o'z tabiati sababli tabiiy holda boshqa hayvonlarni ovlashga boshlaydi. Dadangning bo'ri ekanligini qandoq bilding degan tamsil hammamizga ma'lum. Bilginki her bir insonning vujudida til, shahvat va g'azablanishdan iborat 3 xil iqtidor bo'ladi. Bu shundoq deganlikki, Alloh ilm ishtiyoqi bilan sharaflantirgan kishi o'zining til qobiliyatini mukammallashtirish kerak. Izohat. İmam İbn Cevzi rahimahullah bu yerda tilga olgan til qobiliyati nuqul holda birer tilni bilish iqtidorini ko'rsatmasdan kishining tafakkur qilish, aqlini ishiltish, ibrat ilish, hissiyotiga al bo'lmaslik iqtidorlarini ko'rsatdi. Izohat tugidi. Chunki Alloh uni şu qobiliyat sabablik barcha hayvonlardan ustun qilgan va inson bu qobiliyat xususida farishtalar bilan o'rtaqdir. İnson o'zidagi bu iqtidorni boshqa, ya'ni shahvat va g'azablanishdan iborat ikki iqtidordan ustun o'ringa chiqarish kerak. Shundoq bo'lganda u chavandozga badani bo'lsa otga o'xshaydi. Chunki chavandaz otning ustiga mingan bo'lishi va shu orqali otni o'zi xohlagan tarafga devetalishi, hatto o'zi xohlaganda uni bo'g'izlay olish kerak. Shuningdek, til qobiliyati boshqa ikki qobiliyatning ustida bo'lishi hamda bu ikki qobiliyatni o'zi xohlaganda ishlatib, xohlaganda to'xtatishga qodir bo'lish kerak. Ana shunda qilolganlar haqiqatan inson deb atalishga loyiq bo'lganlardir. Birinchi bo'lak. Kishi o'zini qandoq tizginlaydi? Bilginki, o'zini tizginlashni muloyimlik bilan tadrijiy holda ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi. Bu ish qo'pollik bilan emas, balki muloyimlik bilan qilinishi. Kishi Allah'ның rahmetiga bo'lgan umid bilan Allah'ның g'azabiga bo'lgan qo'rqinishni o'z vujudida birlashtirishi kerak. Kishi o'zida intizomchanlikni yetildirish uchun yaxshi kishilarga hamroh bo'lishi, yomon hamrohlarni tark etishi, Qur'on o'rganishi, jannat, do'zax haqida tafakkur qilishi, payg'ambarlar boshchiligidagi hikmat sohiblarining va zohidlarning tarjimahlarini o'qish kerak. Salaf solihlardan ba'zilari lazzatlik narsalarni ko'ngil tortganda o'ziga tahajjud namozi o'qiy olsam, ondan uni yeyman degandek shartlarni qo'yatdi. Sufyan Savri ko'ngli taqqan narsalarni yeydi va saharda o'rnidan turganda qaravoy balasini to'yg'izdi deydi. Olimlar toki o'z nafsiga ega bo'lgan
va uni bo'ysundirganga qadar nafsiga muloyim muomala qiladi. Malik ibn Dinarning qo'shnisi shundoq degan. Bir kechida men uning, ya'ni Malik ibn Dinarning sen dal shundoq bo'lishing kerak edi deganligini angladim. Ertesi saharda uyingda hech kim yo'q tursa, sen u gapni kimga deding deb so'rab edim. U shundoq dedi. Nafsim mendan non yegizishni talab qilib turib oldi va men 3 kungacha non yemedim. Ondan bir burda quruq non ko'dimda, yumshoq non topqichi saqlay deb o'yladim. Shu chaqda nafsim menga men mo'shiningga, ya'ni qattiq nonga rozi devidi. Men sen dal shundoq bo'lishing kerak edi dedim. Bilginki, agar nafsing sening astoydil ekanligingni ko'rsa, umu astoydillashidu va yaxshi ishlarga kuchaydi. Agar u sening bo'shanligingni ko'rsa, sening xo'jongga aylanadi. Shoir shundoq degan. Chavandoz etining xuyini bilgachga uni cho'chitib, charchitib turdi. Kishining o'z-o'zini tizginlashidagi choralardan biri har so'z, har ish harakat, har g'aflat va har gunoh ma'siyatlarida o'z-o'zidan hisob elib turishdir. Bu xil tarbiya oyoqlashganda nafs o'zi boshdan kechirgan charchashlardan mamnun bo'ladi. Sabit ibn Banani shundoq degan. Men 20 yil kechiga, ya'ni tahajjud namozi o'qishga sabr qildim. Ondan 20 yildagi kechalardan lazzat oldim. Abu Yazid shundoq degan. Toki nafsim tabassum ilkida Rabbim tarafga mang'anga qadar men uni yig'lab qoqshig'iniga qaramasdan Rabbim tarafga haydab mengayverdim. Halbuki kishi o'z nafsining haqqini unutib qolmaslik kerak. Nafsining haqqi uning tarbiyaga qarshi chiqmaganligiga minnatdorlik bildirishdir. Chunki agar nafs barcha maqsadlaridan cheklansa, qalb ko'rlishidi. Qayg'ular kuchaydi. Banda o'zini majburlangandek his qiladi. Va shuni bilginki, inson nafsining Alloh subhanahu va taolani ulug'lashi ibodatni ulug'lashidan kattadir. Ana shu sababdan Alloh safardagi kishining ro'za tutmasligiga ruxsat qilgan. Halbuki faqat olimlar buni va ichidagi hikmatni haqiqiy tushunadi. Alhamdulillah, yuqorida Şeyh Salih Al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masala va uning islomdagi choralari risolasidan 3-qo'shimcha o'zini tizginlash temasini oldinglar. Kelar qitimda 4-qo'shimcha ilm bilan amal chambarchas bog'langandir degan temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.